Assalomu alaykum. Menda B1 sertifikati bor va B2 ga tayyorlanyapman. Hamda diplomim 1 oydan keyin universitet tugataman. Diplom moliya. Germaniyaga nima qilsam bo'ladi? Hozir Ausbilding mehmonxona bo'yicha menejer bo'yicha qiziqyapman. Yo xotammi bu? Qanaqa nimadasiz? Bu narsaga men juda ham o'zimni prinsipimdan kelib chiqib javob beraman. Hamma narsaga, ya'ni siz o'rningizga o'zimni qo'yib ko'raman. Masalan, siz agar moliyada institutda yoki universitetda o'qigan bo'lgan bo'lsangiz, 4 yil umr sarfladingiz. 4 yil umr sarfladingiz, diplomni qo'lga kirityapsiz. Mana shu sohada ishlamoqchimisiz yoki yana boshqa 3 yil sarflab boshqa kasbni egallamoqchimisiz? Mana shu tomoni bor. Ya'ni siz yana umr sarflashga, yana vaqt sarflashga, yana kuch sarflashga, yana moddiy tomonlama mablag' sarflashga tayyormisiz? Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, albatta Ausbildung qilishingiz mumkin. Turizm sohasi juda ham keng tarqalgan. Bu sohada umuman qiyinchilikka duch kelmaysiz. Uzoq joylarda, shahar markazlaridan tashqari ko'proq turistlar boradigan chekka joylarda, misol uchun, ishchi kuchi yetishmaydi. Oilaviy restoran, oilaviy mehmonxonalar juda ham ko'p. U yerlardan osongina Ausbildungsplatz topishingiz mumkin. Ya'ni men sizlarda Ausbildung qilmoqchiman desangiz, jon deb olishlari mumkin. Lekin aytganimdek, moliya sohasida bo'ladigan bo'lsangiz, qaysi sohalarda ishlashingiz mumkin, buni siz o'zingiz yaxshi bilasiz. B2 sertifikatni qo'lga kiritadigan bo'lsangiz, demak B2 bilan bemalol hozir kelishingiz mumkin. Agar ingliz tilini ham biladigan bo'lsangiz, ish beruvchi siz bilan ingliz tilida muloqot qilaman deydigan bo'lsa, B2 sertifikatining ham hojati yo'q. Men nemis tilida, ingliz tilida nima qilaman, gapira olaman. Men hozir B1 sertifikat bilan oddiy ishda ishlashim kelmayapti-da, shu Germaniyada. Ko'rdimda, o'zim 2 marta bo'lganman Germaniyada. Oddiy ishlab, ertalabdan borasan 4 ta. Kechda kelasan, sub prinsipda qoladi. Shu yaxshiroq bir ofisni ishdami, ya'ni O'zbekistonda turib, aynan Germaniyada ishlayotgan pulingizni ishlashingiz mumkin. Agar maqsad pul ishlash bo'ladigan bo'lsa, oddiy ishlarda, ya'ni oddiy ishlarda misol uchun soatiga eng kam ish haqi hozirgi kunda 1280 bo'layotgan bo'lsa, qayerga borsangiz 13 yevro beraman deydi. Qayerga borsangiz 13 yevro beraman deydi. Normalroq beraman degani, masalan, mayli 14 yevro beraman deyishi mumkin, lekin 15 yevrodan ish topish regionlarga qarab ayrim boy viloyatlar bor. Boy viloyatlarda birozgina ko'proq bo'lishi mumkin. Shunda ham o'rtacha ish haqini hozirgi kunda 14-15 yevro deb hisob qilasiz. 14-15 yevro deb hisob qilasiz. Demak, 14-15 yevro bo'ladigan bo'lsa, bir kunda 40 soat ishlaysiz, ya'ni 37,5 soat ishlaysiz. O'sha 14-15 yevroni 37,5 soatga, ya'ni 40 soatga ko'paytirasiz va 4 ga ko'paytirasiz, chunki 4 haftada 160 soat maksimalni ishlashingiz mumkin. 160 ko'paytirilgan 14-15 chiqishi mumkin 2300, maksimalni 2500 yevro atrofida. 2500 yevrodan endi siz uylanmaganingizga qarab soliqlarni to'laysiz. Uylangansiz, 1,5 yevro. Uylangansiz, oilangiz ham Germaniyada bo'ladigan bo'lsa, demak 3-chi va yoki bo'lmasam 4-chi klassdagi soliqlarni to'laysiz. Agar uylanmagan bo'lsangiz, 1-chi klassdagi, ya'ni eng yuqori soliqlarni to'laysiz. 25, 30, 40% ketaveradi u yog'i. Agar boshqa ishni ham ikkita ish qiladigan bo'lsangiz, demak qo'shimcha soliqlar to'laysiz, birovni joyini olganingiz uchun, ish joyini olganingiz uchun. Ana shunday qiyinchilik tomonlari bor. 2,5 mingdan masalan qoladigan bo'lsa, O'zbekistonda bemalol ishlash mumkin, menimcha. Agar 40 soat kuniga, haftasiga 40 soatdan, ya'ni 8 soatdan bitta joyda ishlaydigan bo'lsangiz, bu pulni O'zbekistonda ham topsa bo'ladi. Unda Ausbilding o'qimay yaxshiroq ish topsa bo'ladi-ku, ya? Albatta. Qidirib ko'rishingiz kerak. Men masalan, qayerdan qidirasiz? Eng asosiysi B1, B2 sertifikatiga ega bo'ladigan bo'lsak, demak, informatsiyalarni imtihonlarda ham xuddi shu narsalarni tekshirib ko'rishgansizda. Misol uchun,
ansaygini e'lonlarni o'qib qaysi situatsiyaga mos tushadi. Ya'ni siz e'lonlarni o'qib tushuna olasiz. Demak, e'lonlarni ko'rishingiz kerak. E'lonlarni qayerdan topasiz? Eng yaxshisi arbeitsagentur.de Germaniyada ishchi birjasi bor. Ana shu birja, ya'ni juda ko'p ma'lumotlar bazasi bor u yerda. Ausbildungdan tortib bo'sh ish o'rinlarigacha. Faqatgina e'tibor berishingiz kerak bo'lgan tomonlari, masalan, siz bilmasligingiz mumkin. G'arbiy Germaniyada qaysi shaharlarda yashaganim ma'qul yoki bo'lmasam qayerda uy-joy arzonroq, ularni ham bir qator ko'rib chiqishingiz kerak. Mana 2500 dan qoladigani biroz kamroq uyga ajratiladi, yeb ichishingiz bor, biroz qiyin. Rahmat aka.